Agar inson o'z taqdirini oldindan bilganida edi, u o'z oldiga qo'ygan maqsadlaridan, orzularidan, to'satdan kelgan to'siqlar sabab balkim voz kechmagan bo'larmidi. Inson o'z taqdirini o'zgartirishga uringani sari xatolar ortidan xatolar ko'payaverar ekan. Muhabbatda ham aslida xuddi shunday. Meni hayotim oxirgi 3 oy ichida tubdan o'zgardi. Meni bilgan, tanigan odamlar juda qat'iyatli, o'ziga ishongan yigit deb bilishardi. Aslida ular muhabbat insonni qay ko'yga solishini